Amerikada qizimning birinchi tug'ilgan kunini odatiy mehmon kutish bilan emas, aynan uning o'zi sevgan va esda qoladigan tarzda o'tkazishni istadim. Shu sababli tug'ilgan kunidan bir kun oldin kechasi babasi bilan birga uyimizni chiroyli qilib bezatib, sovg'alarni tayyorlab qo'ydik. Men unga xursand bo'lsin deb rang-barang to'plar bilan to'ldirilgan ball pet olib berdim. Babasi esa velosiped va o'yinchoq toychoq sovg'a qildi. Ertalab Selin sovg'alarni ko'rib juda ham xursand bo'ldi va oilaviy kichik fotosessiya bilan kunimizni boshladik. Keyin esa anchadan beri rejalashtirib yurgan Play kafega yo'l oldik. Bu joyda ota-onalar kofe ichib dam olishsa, bolalar esa ichkaridagi xavfsiz va qiziqarli o'yin maydonchasida vaqt o'tkazishlari mumkin. Boshida xavotirlangan edim, balki Selin bunaqa o'yingohlar uchun kichkina bo'lsa kerak deb, lekin uning uchun ham juda qiziqarli o'yinlar bor ekan. 2 soat qanday o'tganini bilmay qoldik. Selin oxirida hatto ketishni xohlamadi va yig'lay boshladi. Shuning uchun unga yoqqan interaktiv o'yinchoqlardan birini olib berib, ko'nglini ko'tardik. Play kafedan chiqqach, Brooklyn, Nyu-Yorkga yo'l oldik. Quyosh botishidan oldin oilaviy fotosessiya rejalashtirilgan edi. Lekin avval salonga kirib ozgina tayyorgarlik ko'rib oldim. Ingiz bo'yida 1,5 soat davomida xotiralarimizni suratlarga muhrladik. Rasmlarimiz kun oxirida juda ham chiroyli chiqibdi, o'zimga juda yoqdi. Sessiyadan chiqqanimizda iftorlik ham bo'lib qolgan edi. Selin esa juda charchab uxlab qoldi. Shu sababli biz sevgan go'sht restoranidan burgerlar olib iftorlik bilan kunimizni yakunladik. Lekin kun yakunida ashqim meni ham xursand qilishni unutmadi. Chunki bugun nafaqat Selinning tug'ilgan kuni, balki men uchun ona sifatida birinchi yilimning shukrona kuni edi. Menimcha birinchi tug'ilgan kunlarda farzandlarimiz bilan birga biz onalar ham alohida e'tiborga loyiqmiz. Siz farzandingizning birinchi tug'ilgan kunini qanday o'tkazgansiz? Izohlarda yozib qoldiring.